Kelajak kasbi qahramon. Ha? Kelajak kasbi qahramon. Sen qahramonmisan? Qandoqdir xato bo'lishi mumkin. Imtihoningga kechikkaning uchun xafa emasmisan? Ha. Koronya. Men yaxshiman. Men yaxshi bo'laman. Sendan bir narsani so'rashim kerak. Kenoga qanaqa munosabatdasan? Nimaga endi bu haqida so'rayapsan? Bu muhim. Men yaxshiman. Hozirgina bo'lgan voqeadan jahling chiqdimi? Men ahmoq emasman, lekin bu men uchun yomon. Uzr so'rayman. Lekin menimcha bu sen uchun ham yaxshi bo'lmaydi. Balki shifokorga borishing kerakdir. Bularning hammasi men uchun juda achinarli. Men muvaffaqiyatsizlikka uchraganim haqida xulosa qilishim kerak. Muvaffaqiyatsizlik? Bu bizning oxirgi marta ko'rishishimiz bo'lishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, men to'g'ri xayrlashishim kerak. To'xta, sen nima demoqchisan o'zi? Hammasi uchun rahmat. Xayr. Koronya. Koronya ketib qoldimi? Jon, kechirasan. Menga aytganlarini va nihoyat esladim. Ko'rinishidan Liladaga Akutoni yo'ldan ozdirish yoki shunga o'xshash narsalar buyurilgan. Biroq bular Akutoga ta'sir qiladi deb o'ylamayman. Aftidan agar bu muvaffaqiyatsiz bo'lsa, muvaffaqiyatsizlik deb xulosa qilishim kerak. Demak, sen bo'lgan joying. Ota-onam qayerdalar? Ichkarida. Qishloq ahli u yoqda birgalikda ichimlik tayyorlashyapti. Ha, ko'rdim. Siz o'g'lingiz kelajakdagi qahramonga o'xsharkan. Bilasizmi nima, agarda bizda Hiroshi bo'lsa, Maktabda iblislar hukmdori borligi rostmi? Ba'zilar uni shunaqa chaqirishadi. Ammo u qishloqni tashvishga soladigan iblislar hukmdori emas. Bu bilan nima demoqchisan? U meni do'stim. Rostdanmi? Bu juda zo'r. Mivani o'g'li g'art ahmoq. U maktabda ham juda ham yaxshi o'qiyotganga o'xshamaydi. Ha, lekin u ruhoniy bo'lishi kerak. Maktabda iblislar hukmdori paydo bo'lgan degan mish-mishlar tarqalibdi. Ammo hech qanaqa muammo yo'q, chunki topiladigan qahramon yo'q. Lekin Miva o'g'lini qahramonligiga ishonar ekan. Ha, to'g'ri. U hatto suzishni ham o'rganmagan yagona otam. Aka, nima bo'lganda ham, men uyga qaytaman. Akademiya qoshidagi yotoqxona.
Siz iblisda hukmdorimisiz? Yo'q, men emas. Lekin ba'zilar meni shunaqa deb chaqirishadi. Yukiko, bu yoqda nima qilyapsan? U seni singlingmi? Ha, to'g'ri. Singlim noto'g'ri gapirib qo'ymadimi ishqilib? Aka, siz qahramon emas ekansiz-ku. Yukiko. Qahramon? Yo'q, ha, bunaqa bo'lishini iloji yo'q. Siz qahramonsiz, to'g'rimi? Yukiko. Bu noto'g'ri. Bilaman, u ham bunaqa bo'lishini xohlamaydi. Bu yolg'on. Siz yolg'on gapiryapsiz. Nimaga yolg'on gapirishim kerak? Chunki siz iblislar hukmdorisiz. Bu emasligimni aytdim. Noto'g'ri. Agarda siz iblislar hukmdori bo'lmaganingiz edi. Hoy, bunaqa emas. Akinam qahramon bo'lishni xohlamaydi. Bu yolg'on. Yukiko. Ahmoq, nima qilganingni tushunmaysanmi? Endigina tushundim. Sen iblislar hukmdori ekanligingni inkor etishing kerak. Buni qildim-ku. Bu yagona narsa emas. Nima bo'lsa ham meva chuqur bir joyda. Bu katta ahamiyatli. Yukiko. Hiroshi-kun. Kena. Senini topdingmi? Biz uni izlashimiz kerak. Ammo sen qahramonligingdan hayron bo'ldim. Men qahramon bo'la olmadim. Qolaversa, bu fikr menga yoqmagani uchun ham sodir bo'ldi. Bu afsonaviy voqea qanchalik kulgiligini senga aytsam-chi? Bu afsonaviy ko'l. Chiroyli. Uni afsonada bo'lishi besabab emas. Bu ko'ldagi suv haqiqatan ham dengiz suvi. Yaqin atrofda g'orlar uni okean bilan bog'laydi. O'sha g'orlardan havo o'tganida qanaqadir g'alati tovushlar chiqishni boshlaydi. Buni sezdim. G'orlarda ziyoratgohlar bor. U yerga borib ko'ramizmi? Qahramonligingni isbotlamoqchimisan? O'sha ibodatxonalarni bobom qurganlar. Yana u yoqda bitta kichkina qilich bor, toshga tiqilib qolgan. U qilichni faqat qahramon sug'ura oladi. Endi tushunding, to'g'rimi? Bu meni oilam o'z-o'zidan tuzilgan narsa emas. Kulgili-a? U nima edi? Ovozga o'xshadi. Yur ko'ramiz. Kena. Ko'l qichqiriqlarimni eshit. U kim? Bilmadim. Jinnimi? U butunlay buzuq odamga o'xshyapti. Eshiting kerak, achinarli hayvon. Nimalar bo'lyapti? U jonlandi. Bu dengiz bodringimi? Nima? Yukiko, to'xta. aka. Singlimni qo'yib yubor. Bu befoyda. Uni qo'yib yubora olmayman. Albatta seni ham. O'lib ket. To'xta. Bu to'g'ri, manani so'rovchi yirtqich hayvon. Mana bu dunyodagi hamma narsaga ta'sir qiladi. Kena. Oldimga o'z oyog'ing bilan kelganing juda yaxshi. Akajon, meni qutqaring. Bu foydasiz. Mana akam qahramon. U sana bir zumda mag'lub qiladi. Akajon.
Juda maroqli, sen turding. Bu kuchsizlik hidi. Shunga qaramay bu vasiyatni o'zgartira olmaydi. Chunki sen kuchsizsan. Akajon. Bu achinarli, lekin bunday odamlar shikoyat qila olishmaydi. Sen mendan nafratlanish uchun nima kerak bo'lsa ham qila olmaysan. Agar Hiroshi. Yukiko. endi desert. Bu nima bo'ldi? Sen kimsan? Men senga o'zim bergan sumetaman. Mr. X. Ehtiyot bo'lgin. U aqldan ozgan. Og'zingni ochar. Sen san'atni umuman tushunmaysan. San'at? To'g'ri. Men iblislar hukmdori san'atni yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Odamlar meni iblislar hukmdori deyishlarini biladi. Kecha u meni kuzatib turganmidi? Aochan. Nimaga yolg'onchisan? Yanaga nima qilding? Men hech narsa qilmaganman. Shunchaki sen uchun yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Men hozir tashlagan bola qiziq emas edi. Bular esa boshqacha. Bola? U Hiroshi haqida aytmoqda. Uni o'ldirdimi? To'g'ri, sen bilgan odam. Sen yaxshisan unda. Aochan. Joyda kutinglar. Aochan. Hammasi joyda, men bunga yutqazmayman. Sen uni o'ldira olmaysan. Tushundim. Nimani ortidan ketyapsan? Bodi. Shu yerda tur va qishloqni vayron bo'lishini tomosha qil. Men qilishim bo'lgan narsa seni yo'lingni to'sish. Nima? Buzuka. Bu shovqinli musiqa. Bu san'atni cho'qisi eng yaxshi musiqa. O'zingni yo'q, buzuqa. Nima? Aochan. Qanday bo'lishi mumkin? Akutoni tanasi mana bilan mustahkamlangan edi. Qanchalik urmasin yaxshiroq bo'lishi kerak. Men sehrgarlarga qarshi kurash bo'yicha mutaxassisman. Bu shovqin. Chastota. Kutilmagan shovqin odam fikrini chalg'itadi. Asosan sen sehrdan foydalana olmaysan. Men musiqamni yaxshi ko'raman. Xulosa qilib aytganda men faqat sehr ishlata olaman. Men san'atimni jangga ishlasam, hatto iblislar hukmdori ham yerni o'padi. Aochan. Xavotir olmanglar. Men iblislar hukmdorini o'ldirmayman. Axir menga hali foydasi tegadi. Qishloqni vayron qilishni unga to'n kiyman va assalom. Voqlarni bo'lsa o'ldiraman. Men kuchliroq bo'la olmadim. Yo'q. Men kuch bilan kelishi mumkin bo'lgan mas'uliyatni xohlamadim. Oxir-oqibat qochib ketish uchun har qanday bahonani topdim. Endi esa afsus uchun kech. Siz qahramonsiz-ku, to'g'rimi? Bu yerda cho'kib bo'lishim to'g'rimi? Agar sussam nimadir qila olamanmi? Men buni hozir qila olaman. Men hozir o'zgartirishim mumkin. Jonko, yetarli. Men uni o'lishini tomosha qilishni xohlamayman. Bu menga va senga tegishli. Sizlar buni qila olmaysizlar. O'rganing o'zingga yomon. Bu yaxshi g'oya. Akuto, Aochan. Men ularni himoya qilishim kerak. Mana odamlar iblislar hukmdori deysa ham, keyin menga oddiy odamdek munosabatda bo'ldi. Hatto Hattori meni tushuna boshladi. Men ularni yo'qota olmayman. O'ylaymanki, men qahramon bo'la olmayman.
Yo'q. Men allaqachon qahramonman. Uni olib tashlash meni qahramon qilmaydi. Men allaqachon qahramonman, lekin qilichni silkitish uchun bitta ham kuchim yo'q. Lekin men bu kuchni hozir olaman. Autentifikatsiya tugallandi. Xush kelibsiz, Brave. Men sehrgarlarga qarshi jangovar bo'laman. D13. Iltimos menga faollashtirish buyrug'ini bering. Odatiy bo'lib jasur. Jasurman. Buyruq tan olindi. Asosiy blokni o'tkazish davom etmoqda. O'tkazish tugallandi. Quvvatlanishlari normal. Hayotiy tizimlar normal. Sirkulatsiya foydalanish. Iltimos ongiz orqali dvigatelni faollashtiring. Mana shu meni kuchim. Mana shu bilan men u cholni va hattoki yirtqich hayvonni ham mag'lub qila olaman. Nimaga kulyapsan? Endi tushundim. Men seni bu shovqiningni nimaligini tushundim. Bu seni qalbingni shovqinini hayqirig'i. Bu degani ruhim balandroq baqirsa, seni shovqiningdan ham o'tib ketishim mumkin va senga qarshi chiqa olaman. Shovqinni shu bilan osonlashtirib o'chiraman. Sen o'z sehringni boshqara olaysanmi? Unda. Mani sanatimga tushunganingdan xursandman. Lekin men bu yerga kattaroq maqsad uchun harakat qilyapman. Bu eng buyuk san'at. Ishonchim komil senga yoqadi. To'g'ri narsami? Urush. Bu san'atning eng katta timsoli. Urush insonni san'atini barcha qalbiy hissiyotlarini keltirib chiqazadi. O'tmishda aksariyat diktatorlar daho bo'lgan. Bu nasl ichida sen shunchaki boshqa shaxssan. Umuman, shuning uchun taslim bo'lmayman. Sen shunaqa ruhiyating bilan atrof olamingdagi hamma narsani qurbon qilganingni ham sezmay qolasan. Yoningdagi ayollar qurbon. Buni qilish san'at emas. Qanday achinarli holat. Men bo'lganimda. Koronitsan. Yong'inni faqat men oldini olishim mumkin. Korone, qaytib keldingmi? Ha, sud bitimi va muzokaralardan so'ng. Siz Timo 8dan birisiz. Sizni kodismingiz Mr. X. Sehrli razvedka vazirligi vakolatidan tashqari harakat qilayotganingiz aniqlandi. Nima? Akto kuzatuvchisi sifatida sizga qarshiman. Bu ma'nosiz. Men bunga ta'sir qila olmayman. Onasini hamsan. Qaytganing uchun rahmat. Salomlashishdan oldin u yo'q e'tiborni qaratish kerak. Kel, shoshilaylik. To'g'ri. Bu nima? Bu yerda qurol bormi? O'ng qo'lda yuqori chastotali pichoq bor. Chap qo'lda molekulyar to'sar. Orqa tomonda 6 ta lazer. Boshqa variant uchun havoladan foydalaning. Men umumiy fikrni olaman. Lazerlar. Oyal. Ota, ona. Katta narsalarni yo'q qilish uchun qurol bormi? Buning uchun ikkita variant mavjud. Birinchisi termoyadroviy bomba. Boshqa yuqori haroratli plazma. Shundan foydalanamiz. Tasdiqlandi. Plazma shar. Statik maydon yashil. O'lchovli dislokatsiya maydoni faol. 5 soniya ichida mo'ljalga. Men sizlar kutgan afsonaviy qahramon. Nimaga bu odamni himoya qilyapsan? Buni o'rniga sendan so'rayman.
Men bu kuchni hammani himoya qilish uchun oldim. Undan qutulmasam, hammasi bekor bo'ladi. Hoy, boss! Yukiko! Akajon! Hiroshi, mana Brave qutqardi. Ha, ko'ryapman. Asosan vazirlik idorasi Simon Sakkos haqida bilmasdi. Bu axborot maxfiy edi. Demak, sen bu ma'lumotlardan ularga tahdid qilish uchun foydalandingmi? Sehrli razvedka direktorini kechirim so'rashga majbur qilish orqali ular match cherkovi orqali seni kuzatish vakolatini tan olishlari kerak. Boshqacha qilib aytganda, endi meni yo'ldan ozdirmaysanmi? Men boshqacha buyruq olmadim. Ammo men bu haqida bilaman-ku. Bu yomon emasmi? Sen nimanidir noto'g'ri tushunayotganga o'xshaysan. Men senga jinsiy aloqani o'rgatmoqchi bo'ldim, chunki sen ayollar bilan bo'lasan. Men seni yaxshi oiladan bo'lgan qizga uylantirmoqchi edim. Akoto, iltimos Junkoga turmushga chiq. Nima? Men seni Kena bilan noto'g'ri talqin qilganim uchun muvaffaqiyatsizlikka uchragan deb o'yladim. Lekin bunda hech qanaqa taraqqiyot bo'lmaganga o'xshaydi. Agar shunday bo'lsa, Junkoga uylan va uni oilasiga kir. Uylanasanmi? Menga U nima haqida edi? Xo'sh, maqsadga o'tchi. Ammo bormi? Men hammasida bularning barchasi qanaqa bo'lishini sendan so'rayapman. To'g'risini aytsam, menda his-tuyg'ular bor, lekin bu buyurtmalar men uchun juda qiyin edi. Aytmoqchimanki, men ham senga juda ham qayg'uraman. Ko'roni. Shundoq qilib, sen ayollarni shunaqa yoqtirasanmi? Sen meni masxara qildingmi? Shunchaki hazillashdim-ku. New Dubbing Garem kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. My fantastic